Albatta, tarixda islom dini tib bo'yicha butun dunyoga ustozlik qilgan. Ayniqsa shifoxonalar qurish bo'yicha ham Qohiradagi sulton Salohiddin bo'lsa, o'zining eng katta va shavqun surondan uzoqda joylashgan qasrini shifoxonaga aylantirgan. Sulton Mansur Qovalun Qohiradagi o'zi qurgan Mansuriy shifoxonasiga keladi. Shifoxonadagi meva suvidan bir idishga quyib berishligini iltimos qiladi va uni ichib bo'lgach, mana bu shifoxonani o'z tengqurlarimga va menga ergashganlarga, hokimlarga va xodimlarga, askarlarga va amirlarga, kattalarga va kichiklarga, hurlarga va qullarga, erkaklarga va ayollarga hadya qildim degan. Marfin degan joyda hokimni kichkina qizalog'i kasal bo'lib qoladi. Mehribon ota qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Iloji bo'lmadi. Qizcha kundan kun soatma-soat og'irlashib borardi. Oxiri hokim Shahdi ulamo nomli mashhur tabibni topadi. Agar qizimni sog'lig'i sani qo'lingda joyiga qaytsa, sen sababchi bo'lsang shifo topishiga vazning bo'yi oltin beraman dedi. Shunda Shahdi ulamoning Alloh sababchi qildi. Hokim tabibga o'zi va'da qilgan oltinni bermoqchi bo'lganda, tabib uning qiymatiga xalq uchun shifoxona qurib berishini so'ragan. Hokim shifoxonani qurib, uning keyingi sarf xarajatlarini ham o'z zimmasiga olgan. O'sha paytlarida yiqilib, mayib bo'lib musulmonlar shifoxonasida davolangan bir fransuz bemorning otasiga yozgan maktubi hozirgacha saqlanib qolgan ekan. O'shani topib, Zingir Xunki xonim bularni yozib, o'sha xatdan parcha keltiradi. Ya'ni fransuz bemor otasiga xat yozayapti. Musulmonlar shifoxonasida muolaja olyapti. Mehribon otam, pulga hojating bormi deb so'rabsan. Senga xabar beramanki, shifoxonadan chiqayotganimda menga yangi kiyim va 5 bo'lak tillo beriladi. Hastalikdan yangi tuzalgan odam ishlab toliqib qolmasin deb shunday qilishar ekan. Shuning uchun ba'zi chorvalaringni sotib o'tirma. Menga pul shart emas. Lekin meni bu yerda ko'rmoqchi bo'lsang tezroq kel. Men hozir Al-Urtubodi, ya'ni ortopediya bo'limidaman. Jarrohlik xonasiga yaqin joyda. Bosh darvozadan kirilganda janub tomondagi bino poliklinika binosidir. Yiqilganimda meni avval shu yerga olib kirishdi. Har bir bemor avval o'sha yerga kiradi. U yerda uni tabiblar, ularning yordamchilari va tib talabalari yaxshilab ko'radilar. Kim shifoxonada doimiy muolajaga muhtoj bo'lmasa, unga qog'oz yozib berishadi va o'sha zahotda qog'oz ila dorixonadan dori olib ketadi. Ammo meni ko'rganlardan keyin ismimni yozishdi va bosh tabibga ko'rsatishdi. So'ngra meni xodim yigit erkaklar bo'limiga ko'tarib olib keldi. Issiq hammomga tushirishdi, yangi va pokiza kiyim kiygazishdi. Kelganingda chap tomondagi katta kutubxonani va katta keng xonani ham ko'rasan. U yerda bosh tabib dars o'tadi. Orqa tarafingga nazar solsang, ko'zing ayollar bo'limiga olib boradigan yo'lakka tushadi. Shuning uchun o'ngga kirib yurishing kerak bo'ladi. Kelayotib ichki xastaliklar va jarrohlik bo'limidan o'tasan. Agar musiqa yoki qo'shiq eshitib qolsang, ichkariga kir. Ehtimol men ham o'sha yerda dam olish xonasida go'zal musiqa tinglab, maza qilib o'tirgan bo'lishim ehtimol. Bugun ertalab odatdagidek bosh tabib bir to'p yordamchilar bilan keldi. Meni ko'rganidan keyin bo'lim tabibiga bir narsalarni aytib turib, u yozdi. Men tushunmadim. U ketgandan keyin tabib menga tushuntirib berdi. Endi men ertalab turib shifoxonaga yaqin joylarda yurishim mumkin. Allohga qasamki, shunisi menga yoqmadi. Bu yerda hamma narsa g'oyat go'zal va pokiza. Karavotlar shunday yumshoqki, chayshablarning oppoqligini va yumshoqligini aytmaysanmi? Shifoxonaning har xonasida suv ajoyib bir holda oqib turadi. Sovuq kechalarda esa har bir xona isitiladi. Taomga kelsak, qancha maqtasang ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda tovuq deysanmi, boshqa hayvonlarning go'shti deysanmi, hazm qila olsang hammasi serob,
degan. Mana bu tarixdagi bir lavha xolos.